Assalomu alaykum. Bugungi kunda hayotimizda ko'pchilik kreditlardan foydalanishmoqda. Shu orqali tadbirkorlikni rivojlantirishyapti, shu orqali o'zlariga kerakli bo'lgan jihozlarni xarid qilishyapti. Xo'sh, bu borada nima muammolar yuzaga kelishi mumkin? Ayrimlar ana shu kredit olgan paytda shu kreditdan foydalanish bilan birgalikda o'zlarining majburiyatlari, o'zlarining shartlarini unutib qo'yishyapti. Demak, bugungi adolat ovozi ko'rsatuvida ana shu mavzu yuzasidan mulohaza yuritamiz. Demak, teletomoshabinlarimiz ham mavzuga befarq bo'lmaydilar degan umiddaman. Ekranlarda namoyish etilayotgan 71 bilan 214 98 45 telefon raqamiga yoki ijtimoiy tarmoqdagi 99 bilan 798 1402 Telegram manzilimizga mavzuga oid savol yoki video murojaatlar bo'lsa yo'llashingiz mumkin. Demak, bugungi ko'rsatuvimizga Chilonzor tumani sud raislari, prokuror, ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshliqlari hamda oila va mahallani qo'llab-quvvatlash bo'limi mas'ullarini taklif etganmiz. Avvalambor xush kelibsizlar. Izzatilla aka, bugungi kunda mamlakatimizda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, kambag'allikni qisqartirish, yoshlarning bandligini ta'minlash borasida keng ko'lamli islohotlar olib borilyapti. Tijorat banklari tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga o'z bizneslarini ochishlari uchun subsidiyalar, imtiyozli kreditlar ajratilyapti, to'g'rimi? Aytingchi, Chilonzor tumanida bu borada qanday ishlar tashkillashtirilyapti? Mana masalan, kredit berish masalasi bo'yicha, mana masalan, fuqarolardan shikoyatlar, masalan, arzlar yo'qmi? Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi, teletomoshabinlar. Haqiqatdan ham bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan juda ko'p imtiyozlar aholi uchun yaratib berilgan, ayniqsa tadbirkorlarimiz uchun juda ko'p imtiyozlar yaratib berilmoqda, yaratib berilgan. Mana birgina misol uchun aytadigan bo'lsak, mana hozirgi kunda ayollar daftari, yoshlar daftari, temir daftarlari bor, hamma bu to'g'risida biladi. Mana ayollarimizga Xalq banki tomonidan imtiyozli kreditlar, yoshlarimizga kredit, mikrokredit bank tomonidan imtiyozli kredit, oilaviy tadbirkorlik qilmoqchi bo'lganlarga Agrobank tomonidan imtiyozli kreditlar berib kelinmoqda. Men Chilonzor tumani misolida shuni aytmoqchimanki, biz tomonimizdan ham 4 ta sektor tomonidan ro'yxatlar shakllantirilib, mana ayollar daftari, yoshlar daftari shakllantirilib borilmoqda. Bugungi kunda mana ayollarimizdan 150 dan ortiq imtiyozli kreditlar bo'yicha murojaat qilganlar bor. Yoshlarimizdan 100 dan ortiq imtiyozli kreditlar bo'yicha murojaat qilganlar bor. Ularning barchasiga mana shu imtiyozli kreditlar berib kelinmoqda. Demak, hozir aholi orasida, Chilonzor tumani aholisi orasida kredit olish bo'yicha unaqa muammolar yo'q, to'g'rimi? Kredit olish bo'yicha muammolar albatta yo'q. Ikrom aka, endi siz aytingchi, mana masalan hozirgi kunda mahallabay, uyma-uy, xonadonma-xonadon o'rganilyapti, to'g'rimi? Mana masalan shu o'rganish jarayonlarida shu mahalla ahli tomonidan kimamdir mana masalan kredit olishga qiynalayotgan yoki kreditdan qarzdor bo'lib qolgan yoki kimamdir kafil turib shu narsadan qarzdor bo'lib qolgan odamlarni murojaatlari tushyaptimi? Mana masalan shu murojaatlar qanday yechim topyapti? Ha, albatta. Assalomu alaykum. Bergan savolingiz o'rinli. Haqiqatdan ham hozir o'zingizga xabaringiz bor, hammaning xabari bor. Uyma-uy yurish, mahallabay kesimida uyma-uy yurish olib borilyapti. Aynan shu kredit masalasi bo'yicha ham uyma-uy yurilganda murojaatlar kelib tushyapti. O'zi olgan kreditidan ozgina shu qarzdor bo'lib qolganlari yoki bo'lmasam o'shani to'lash imkoniyati yo'qlari chiqishyapti, murojaat qilishyapti. Bu bo'yicha Chilonzor tumani hokimiyatida hokimning birinchi o'rinbosarlari tomonidan ishchi guruh tashkil qilingan. Aynan o'shalarga shu fuqarolarning murojaatlari yetkazilib, ularga savdo-sotiq palatasidan, qolaversa shu mahalla banklari tomonidan tumanimizda 16 ta bank joylashgan, shu bankka tuman filiallari. O'sha banklar tomonidan tegishli yordamlar ko'rsatib kelinmoqda. Munir opa, bevosita mana shu mahallalarda kreditni to'la olmay qiynalayotganlar bo'yicha masalan murojaatlar bormi? Miqyosda 300 nafarga yaqin fuqarolar oilaviy tadbirkorligini yoki yakka tartibda tadbirkorlikni boshlash maqsadida murojaat etilgan. Shularning ichidan 156 nafarini ayollar tashkil qiladi. Ayollar asosan ko'pincha bugungi kunda tadbirkorlik faoliyatini tikuvchilik sohasida,
pazandachilik sohasida hamda kosmetologiya yo'nalishi bo'yicha murojaatlar kelib tushyapti bizada. Shu murojaat qilgan 156 nafar bo'ladigan bo'lsa, xotin-qizlarni biza oila, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi tomonidan tuman hokimligi hamkorligida hamda tumanda mavjud bo'lgan bankning malakali mutaxassislari ishtirokida ishchi guruhlar tashkil topgan. Mana shu ishchi guruh tomonidan tumandagi 51 ta mahallalarda alohida tushuntirish targ'ibot ishlari olib borilyapti. Bundan tashqari mana shu tadbirkorlik faoliyatini boshlayman deb kredit olish maqsadida bo'lgan fuqarolarni, ayniqsa xotin-qizlarni oilaviy sharoiti tubdan o'rganib borilmoqda. Yana mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi hamda Toshkent shahar tadbirkor ayollar uyushmasi bilan hamkorlikda mana shu murojaat etgan xotin-qizlarimizni biz qisqa muddatli o'quv kurslariga jalb qilyapmiz. Qisqa muddatli o'quv kurslarini jalb qilib, ular o'zini oz bo'lsa-da tadbirkorlik sohasini boshlash yo'nalishida malakalarini shakllantirib, bularga bugungi kunda 74 nafariga tuman xalq banki tomonidan kreditlar berildi. Munira opa, yana bitta savolda mana qarang, imtiyozli kredit olib mahallada mana masalan o'z tadbirkorligini boshlagan odamda albatta tajriba bo'lmaydi, to'g'rimi? Masalan ayrim holatlarda bugungi kunda shu bozor iqtisodiyoti davrida raqobat kuchlik, mana masalan tikuvchilik sohasi bo'yicha bo'ladimi yoki boshqa bir soha bo'yicha olgan bo'ladimi? Masalan, u shu olgan mablag'i hisobidan mana masalan daromadga chiqishi biroz fursat kerak bo'lib qoladi, to'g'rimi? Ana shu paytda qarzdorlik vujudga keladi. Mana masalan qanaqadir shu ijtimoiy himoyaga muhtoj qarzdor oilalarga masalan mahalla kafillik o'tib, qanaqadir bir qarzlarni to'lab berish yoki bir ularga bir yordam ko'rsatish holatlari ham bormi? Bunaqa holatlar ham mavjud. Asosan o'z tadbirkorlik faoliyatini uzoq muddat yillar davomida malakaga ega bo'lgan, bugungi kunda boshqa bir tadbirkorlik yo'nalishini endigina boshlamoqchi bo'lgan xotin-qizlarga, fuqarolarga amaliy yordamlar ko'rsatilyapti. Mahallada har bitta mahallada bank xodimlari o'zlari bevosita shu tadbirkorlik maqsadida kredit olgan fuqarolar bilan tushuntirish targ'ibot ishlari olib borilyapti. Ham ularni mana shu olgan kreditlarini maqsadli yo'naltirilishda yakka tartibda amaliy yordam ko'rsatib, tushuntirish targ'ibot ishlari olib borilyapti. Izzatilla aka, mana masalan shu tumanda aynan shu qarz undirish bilan bog'liq mana masalan murojaatlar ko'pmi? Qanaqa bu jarayon? Fazil aka, men qarz undirish bilan bog'liq murojaatlar asosan mana ko'p hammamiz bilamiz, maishiy texnikalarni beradigan do'konlarimiz mavjud. Shu maishiy texnika oladigan fuqarolarimiz, kreditga oladigan fuqarolarimiz ko'pchiligi boshqa bir fuqaroni pasportiga oladigan holatlar bor. Mana shu olingan kreditga olingan maishiy texnika uchun o'z vaqtida to'lanmasdan borilgan to'lovlar uchun murojaatlar bor. Ular ham ko'pchilik tashkil qilmaydi, lekin shunaqa uchrab turadi. Men aynan bizaga endi kreditlar bo'yicha, bank kreditlari bo'yicha aytib o'tadigan bo'lsam, o'tgan 2020-yilda bizada 8 ta jinoyat ishi kreditlar bo'yicha tergov qilingan 9 nafar shaxsga nisbatan. Bu jinoyat ishlari bo'yicha 6 milliard 858 million zarar tergov davomida aniqlangan. Bularni undirish ta'minlab berilgan. Jinoyat ishlari bu 9 nafar shaxsga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha sudlarga yuborilgan. Go'zal opa, endi bevosita mavzuga bog'liq bir necha savollar bilan murojaat qilsak, kreditni asosiy qarzi va hisoblangan foizlari o'zi aslida qaysi davrdan boshlab hisoblanishi kerak va qay tartibda? Assalomu alaykum. Avvalambor savolingiz uchun rahmat. Birinchi o'rinda kredit shartnomasi o'zi nima degan savolni bir yoritib bermoqchi edim. Kredit shartnomasi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida sharhi ko'rsatilgan, ya'ni kredit shartnomasi bank yoki kredit tashkilotlarining shartnoma asosida qarzdorga pul berish, qarzdor esa bu pullarni qaytarish hamda foizi bilan o'sha shartnomada kelishilgan foizlari bilan qaytarish majburiyatini oladi. Qanaqa summada olishi, qaysi tartibda to'lov amalga oshirilishi, ularni shu grafik taraflar o'rtasida grafik tuziladi. Ana o'sha grafik asosida oyma-oy har oyning 10-sanasigacha oyma-oy to'lash majburiyatini oladi fuqaro. Agar u
demak kamida 3 oy davomida demak birinchi protsentlari to'lanadi, foizlari to'lanadi, keyin ular tugagandan keyin asosiy qarz to'lanadi. 3 oy davomida qarzdorlik vujudga kelsa, o'sha bank yoki kredit tashkiloti bevosita birinchi o'rinda talabnoma yuboradi o'sha shaxsga. Talabnomaga 1 oy davomida javob bermasa, ana undan keyin sudga murojaat qilishadi. Go'zal opa, yana bitta savol. Agar bank kreditdan foydalanganligi uchun to'lanadigan foiz miqdorini oshirsa nima qilish kerak? Bo'ladimi shunaqa holatlar ham? Mana masalan, necha foizdan hamdir to'lab kelyapti-da o'sha mijoz. Keyinchalik masalan bank kredit foizini oshirdi-da, 10% emas, 11% qilib qo'yishi mumkin masalanda. Shunaqa holatda bo'lsa nima qilish kerak? Bunaqa holat aslida yo'q. O'sha shartnomada qanaqa tartib belgilangan bo'lsa, necha foiz belgilangan bo'lsa, undan oshirishga na bank, na boshqa tashkilot, kredit tashkiloti oshirishga vakolati yo'q. Faqatgina shu kelishuv asosida shartnoma qanaqa tuzilgan bo'lsa, o'sha shartlar asosida to'lab boriladi. Mavlonjon aka, endi bitta savol. Bilamizki, bankdan qarz olganda yoki boshqa bir holatlarda kimdir o'sha qarzga kafil bo'ladi, to'g'rimi? Aytingchi, o'zi kafillik shartnomasi qanday tuziladi, uni tartiblari qanaqa? Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi bo'yicha kafillik shartnomasi bo'yicha kafil boshqa shaxs o'z majburiyatini to'liq yoki qisman bajarishi uchun kreditor oldida javobgarlikni o'z zimmasiga oladi. Bunda kafillik shartnomasi yozma shaklda tuzilishi majbur. Qonunchilik bo'yicha agar yozma shakliga rioya etilmasa, bu shartnoma haqiqiy bo'lmasligiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari aytib o'tishimiz kerakki, kafillik shartnomasi bo'yicha kafil va qarzdor solidar tartibda bank oldida yoki kredit tashkiloti oldida javobgar bo'ladi. Endi tahlillarga qaraydigan bo'lsak, ko'p mana kafillik shartnomalari bank bilan kredit olish munosabatlariga taalluqli. Mana bizda Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida o'tgan yil mobaynida kredit shartnomasiga bog'liq 710 dan ortiq ishlar ko'rildi. Bulardan ba'zilari to'liq qanoatlantirilgan, qisman qanoatlantirilgan yoki ko'rmasdan qoldirilgan hamda kelishuv bitimlari tuzilgan. Mavlonjon aka, yana bitta savol sizga. Qanday hollarda qarzdorning mol mulki egasi yoki uchinchi shaxslar qarzdorning kreditorlik talablarini qondirishga haqli? Agarda shartnomada mana kelishilgan majburiyatlari bajarilmagan holda, bunda fuqarolik qonunchiligi bo'yicha shu qarzdorning mol mulkiga va boshqa nimalariga qaratilishi mumkin sud tartibida. Qo'shimcha qilib o'tmoqchi edim. Nafaqat kafil, balki uchinchi shaxslar o'zini mulkini garov sifatida qo'yadi. Kredit oluvchi shaxs bitta shaxs bo'lsa, garovga qo'yuvchi shaxs boshqa uyini, mashinasini qo'yib berishadi. O'zi bilmagan holatda javobgarlikni bo'yniga olib qoladi. Ya'ni shartnomada shunaqa shartlari borki, agar qarzdorlik to'lanmasa, undiruv aynan o'sha garovga qo'yilgan mulkka, uy-joyiga yoki mashinasiga qaratilishi mumkin. Nizolar aynan shundan kelib chiqadi. Jafar aka, endi sizga ham bir savol. Aytingchi, mana masalan, aynan qarzdorlik masalalari tufayli yuzaga keladigan masalan ishlar jinoiy sudlarda ham ko'riladimi? Shu jinoiy sudlarga bog'liqlik tomonlari bormi? Albatta, bog'liqlik tomonlari bor. Hozir Ziltil aka aytib o'tganlaridek, ayrim fuqarolar shu kredit tashkilotlaridan maishiy buyumlarni olib, to'lash sharti bilan 1 yilga olib, uni qaytarib bermasdan jinoiy javobgarlikka tortilib ketayotgan holatlari bor. Bu qanaqa holatdaki, ya'ni oldindan ishlamasa-da, lekin qayerdadir bir tashkilotda ishlayotganligi to'g'risida bir qalbaki hujjatlarni rasmiylashtirib taqdim etgandan keyin u kredit tashkiloti ham ko'rib, bu aniq to'lash qobiliyati bor ekani beriladi. Tegin olib qaraganda 1 oydan keyin, 2 oydan keyin u kredit tashkiloti murojaat qilishni boshlaydi. Bu amini olgan pulingni to'lashing muddati keldi, lekin to'lamayapsan. Bilsaki, u tashkilotda o'zi ishlamaydigan bo'lib qoldi. Murojaat qiladi bir har xil tashkilotga, sizlarning xodiminglar bu yerda ishlamayapti. Bu yerdan javob kelyapti. Bizda bunaqa xodim ishlamaydi. Shunaqa holatlari mavjud albatta. Shu va shunga o'xshash. O'tgan yil davomida mana masalan aynan shu bunday holatlarga bog'liq qancha ish ko'rib chiqildi tumanda? Endi bu yil endi chorak hali tugagani yo'q, lekin o'tgan yilda 2019-yil bilan solishtiradigan bo'lsak, 2019-yilda
jami ko'rilgan ishlarni 4,1%, 24%ga yaqini firibgarlik jinoyatlarini tashkil qilgan. Endi 2020-yilda bu jinoyat endi karantin pandemiyasi munosabati bilanmi ancha kamaygan, 15%. Jami ko'rilgan ishlarni 15%ni tashkil qilgan statistik ma'lumotlarimiz. Go'zal opa, endi sizga yana bir savol. Mana masalan, hozir bugungi kunda nafaqat banklarda mana masalan qarz olish, balki mana masalan lombardlarga ham borib biror bir buyumlarini, to'g'rimi, tilla taqinchoqlarini qo'yib turib, o'sha yerda lombardlardan ham qarz olish holatlari mavjud, to'g'rimi? Mana masalan kimdir o'sha lombardga borib o'zini bir tilla zanjirini qo'yadi yoki biror bir qimmatbaho buyumini qo'yadi-da, keyin ma'lumot muddat o'tgandan keyin to'lolmay qoladi, to'g'rimi? To'lolmay qolgandan keyin lombard uni qanaqa ham bir narxga baholab turib, mana masalan o'shani olib qo'yishi mumkin yoki mana masalan sotuvga qo'yishi mumkin, to'g'rimi? Ko'pincha mana shunaqa holatlarga duch kelinadiki, norozichilik kuchayib ketadi. Mana masalan aynan shu lombardlarga qo'yilayotgan qimmatbaho buyumlarni qo'yayotgan uni baholash tartibi qanaqa bo'ladi? Qanday baholanadi mana masalan? Rahmat savolingiz uchun. Lombardga qo'yish ham, ya'ni bu ham bir shartnomani bir turi. Ya'ni tilla buyumlar, qimmatbaho buyumlarni qo'ygandan keyin uni evaziga ma'lum bir vaqtga, 1 oyga, 2 oyga, uzog'i 3 oyga pul olinadi. Va o'sha masalan shartnomada aytilganki, agar shu davrda men to'lab bermasam, demak, o'zi shu narsaga rozi bo'ladi. Mana shu tilla buyumlarimni olib qolasiz. Endi baholashga keladigan bo'lsak, baholash bu hozir ekspertlar bor, mustaqil nezavism ekspertlar yoki baholovchi tashkilotlar bor. Ana o'shalarga murojaat qilinadi, o'shalar baholab keyin o'sha undiruvni mana masalan sudlarda shu aynan shu bo'yicha savollar bo'lmaydimi? Chunki biz ko'rsatuv tayyorlash jarayonimizda aynan bizga shu murojaatlar bo'ldi. Mana masalan bir buyumni tan narxi agar mana masalan bir 5 million deydigan bo'lsak, shu 3 millionga baholashgan. Rostda mana masalan uni sotib olgan paytimda men 5 millionga sotib olgan edim. Shu tilla taqinchoqni deyshadi. 3 millionga baholab mendan olib qo'yapti deyshadi. Norozichilik bo'ladi. Balkim shu ichki ishlarga, prokuraturaga ham shu yo'nalish bo'yicha murojaatlar bo'lar balkim. Qo'shimcha qilmoqchi edim, agar shu kredit tashkiloti yoki boshqa tashkilot sudga murojaat qilib qarzdorlikni undirishni so'rasa-yu, lekin javobgar, ya'ni qarzdor ushbu narxdan norozi bo'lsa, sudga iltimosnoma kiritishi mumkin. Boshqatdan o'sha mustaqil Suleymanov nomidagi ekspertiza markazimiz bor. Ana o'sha orqali bugungi kundagi narxini baholab beringlar degan iltimosnoma kiritsa, bugungi kundagi narxda baholab ekspertiza asosida, ya'ni mutaxassislar fikri asosida bugungi kundagi narxi aniqlanadi. Rahmat. Aynan shu mavzuimiz yuzasidan muxbirlarimiz lavha tayyorlab kelishgan. Hozir birgalikda shu lavhani ko'rib, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Bank moliya muassasalaridan olingan kredit mablag'larini o'z vaqtida qaytarmaslikning oqibati mol-mulkning majburiy undiruvi bilan tugashi hech kimga sir emas. Biroq shartnoma shartlarini bajarmay, mas'uliyatsizlik qilib yurganlar ham bor. Mavzu yuzasidan Chilonzor tumani prokuraturasi hamda tuman majburiy ijro byurosi tomonidan majburiy undiruv harakatlarini tasvirga oldik. Tumanning Do'mbirobod mahallasida yashovchi fuqaro tadbirkorlik bilan shug'ullanish maqsadida bank moliya muassasasidan 652 million so'm miqdorda kredit, ya'ni qarz olgan. Kredit o'z vaqtida to'lanmagan hamda kredit shartnomasining shartlari bajarilmaganligi oqibatida undiruv xonadonga qaratildi. Sababi tadbirkor kredit mablag'ini olayotgan vaqtda garovga o'zi yashab turgan xonadonini qo'yib yuborgan. Mana ajrim chiqdi. Men bugun auksion davom ettirishga xatini qo'yaman. Bugun qo'ymang endi. Yo'q, bugun qo'ymasam bo'lmaydi. Men bugun oldim, uni muddati bor endi. Men asossiz nima ushlab turaman. Yo'q, hop, necha kun muddatingiz bor? Yo'q, уже bo'ldi, bugun keldi, bugun qo'yishim kerak. Men bugun mana chislosi bor, mana 16-chislo bilan menga bankka o'zi topshiryapti, ajrimni suddan olib, mana davom ettirishingizni so'raymiz deb. Men bugun qo'yaman, auksion qaytadan auksionni belgilaydi. Уже birinchisi bo'ldi, o'tdi. U отказ qilib ketdi, birinchi auksion o'tdi hisoblanadi. Endi ikkinchi marta auksionga qo'yiladi. Xuddi shu narsa. Sotiladigan bo'lsa, mulkiy sotiladigan bo'lsa, uy biza mamiyodiga 600 millionni ham, nariga keyingi kelgan 200 millionni ham boshib qolamiz. Uy joy masalasiga sal
e'tiborliroq bo'lib qarang. Men ham qonun bo'yicha harakat qilaman. Kreditga uy garovga qo'yilishi bilan bog'liq yana bir holat. Katta Qozirobod mahallasi Afshona ko'chasida joylashgan xonadonda yashovchi fuqarolar tadbirkorlik bilan shug'ullanish maqsadida bank moliya muassasasidan 38 milliard so'm miqdorida kredit olgan. Qarz o'z vaqtida qaytarilmaganligi sababli sudning 2019-yil 19 dekabr sanasidagi qaroriga ko'ra undiruv mol mulkka qaratildi. Ya'ni mana bu muhtasham xonadon onlayn auksion orqali sotuvga qo'yildi. Xonadon bir necha oy avval muhrlanib ketilgan. Shu sababli qoidaga ko'ra Chilonzor tumani majburiy ijro byurosi xodimlari xonadonni ko'zdan kechirib chiqishdi. Demak, hozir biz ko'rib turgan binoyimizni Kapital bank oldidagi qarzdorlikni qoplash uchun garovga qo'yilgan. Demak, turar joy binosi, noturar joy binosi bo'lgan. Mana demak 2020-yilning fevral oyida ushbu bino xolislar ishtirokida xatlovdan o'tkazildi va ko'rib turganingizdek bino hozir bo'sh holatda va saqlash uchun biz demak undiruvchi vakillarga ushbu binoni topshirganmiz. Ayni kunda bu bino auksion savdolariga qo'yilgan, auksion savdolari belgilangan kunda o'tkazilib, demak sotilgandan keyin bank oldidagi qarzdorlikni qoplashga qaratiladi. Kunning ikkinchi yarmida fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlar aro sudida Qishloq qurilish bank aksiyadorlik tijorat banki hamda yuridik shaxs o'rtasida sud ishini tasvirga oldik. Ma'lumotlarga ko'ra, Shifo Nur deb nomlangan mas'uliyati cheklangan jamiyati bank moliya muassasasidan 5 milliard 747 million 866 ming so'm miqdorida kredit mablag'ini olgan. Odatda katta miqdorda kredit olganda uchinchi shaxs kafil bo'lib o'rtada turadi. Achinarlisi, mazkur sud ishida qarz olgan tadbirkor qolib, ikki o'rtada kafil bo'lib turgan yuridik shaxsning mol mulki garovga qo'yilib ketdi. Holatga o'zingiz guvoh bo'ling. Bank tomonidan javobgarga barcha o'sha kredit shartnomadagi summalar to'liq berilgan va bu borada kredit shartnomasi ham tuzilgan bo'lib, kredit shartnomasiga asosan barcha o'sha uni vazifasiga kiruvchi va bajarishi lozim bo'lgan talablar amalda qo'llanilgan hamda javobgarni hozirgi o'sha bank tomonidan uni garovga olingan mulki o'sha jarayonda, ya'ni shartnomada ham ko'rsatib o'tilgan bo'lib, hozirgi paytda qarzdorlik summasi to'lanmaganligini hisobga olib, javobgardan bank foydasiga shartnoma asosida to'lanishi lozim bo'lgan summani undirib berishingizni so'raymiz va o'sha garovdagi mulkka qaratishingizni ham so'rab qolamiz. Iltimos, hurmatli sudya, ushbu kredit qarzdorligini men olmaganman, bu pullarni hech qachon men ishlatmaganman. Qanaqasiga hozir meni mol mulkimga qaratishingiz mumkin? Ushbu qarzdorlikni olgan odam o'zi javob bersin. Bu haqida tegishli organlarga murojaat qilaman hali uni ustidan. O'sha o'zi olgan qarzdorligini o'zi kelib, o'zi sudda siz oldingizda shu bank xodimini oldida o'zi javob bersin. Mulkimga qaratsangiz, men ham daromadimdan quruq qolaman, oila bola chaqamga qanaqa boqaman agar shunaqa qiladigan bo'lsangiz. Kimgadir yaxshilik qilib, aybsiz aybdor bo'lib qolishdan yomoni yo'q, ammo qonun barchaga teng. Da'vogar O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi Toshkent shahar hududiy boshqarmasining da'vogar Qishloq qurilish bank manfaatida javobgarlar Shifo Nur mas'uliyati cheklangan jamiyati hamda Nizamov Muzaffar Murodovichga nisbatan qarzdorlik undirish va undiruvni kredit ta'minotiga qaratish haqidagi da'vo arizasi qanoatlantirilsin. Javobgar Shifo Nur mas'uliyati cheklangan jamiyatidan da'vogar Qishloq qurilish bank foydasiga jami 5 milliard 747 million 866 ming 446 so'm qarzdorlik undirilsin. Undiruv garovdagi mulk boshlang'ich qiymati 6 milliard 500 million so'mga baholangan javobgar Nizamovga tegishli bo'lgan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Qorasuv 6 mavzesida joylashgan savdo va maishiy shoxobcha bino inshootiga qaratilsin. Shu kuni Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida ham tadbirkor va bank moliya muassasasi o'rtasida sud ishi bo'lib o'tdi. Men bank xodimi ishonch vakiliman, da'vo arzam to'liq qonunlantirib berishingizni so'rayman. Da'vo arzam bo'yicha 7 million so'm kredit qarzdorligi va 3 million so'm penya qarzdorligi mavjud. Men shu qarzdorliklarni to'liq qonunlantirib berishingizni so'rayman. Chunki javobgar tomon kredit shartnomasi talablari bajarilmayapti. Men tadbirkorman. Shu tan olaman qarzdorlikni penyani kamaytirib berishingizni so'rayman. Qolgani sudga havola.
da'vogar da'vo arizasi qisman qanoatlantirilsin. Javobgar hisobidan da'vogar foydasiga 7 million so'm asosiy qarzdorlik, 1,5 million so'm penya, 245 ming so'm davlat boji va 19.600 pochta xarajati undirilsin. Da'vo talabining qolgan qismi qanoatlantirish rad etilsin. Rahmat, mana lavhani ham ko'rdik. Endi aynan shu mavzuga doir bir ikkita savollarimiz bor. Chilonzor tuman majburiy ijro byurosi tomonidan majburiy undiruv harakatlarini ko'rdik. Fuqaro kredit shartlarini bajarmaganligi uchun undiruv xonadonga qaratilganligini. Uy egalarining e'tirozlarini ham eshitdik. Izzatilla aka, mana sizga bir savol. Undiruv jarayonida uy qanday baholandi? Birinchidan, mana masalan uyga qo'yilgan narx-navo qanday baholandi? Yana bir savolimiz, uy egasida mana masalan agar shu qanaqadir miqdorda qarzdorlikni to'lasa, uyga qaytarib olish imkoniyati bormi yoki yo'qmi? Fazlin aka, garovga qo'yiladigan mol-mulk bank tomonidan mutaxassislar jalb qilingan holda baholanadi. Aynan o'sha kredit shartnomasi tuzilayotgan paytda ikkala tomonidan baholanib, u garovga qabul qilinadi bank tomonidan. Bank undirilmagan qarzdorlik bo'yicha bank mana sudga murojaat qilgan paytda mana hurmatli sudyamiz tomonidan olib borilgan sud jarayonida ham lavhada ko'rdik. O'sha aynan baholangan uy bahosi ko'rsatib, garov bahosi ko'rsatib o'tiladi va aynan o'sha obyekt undiruvga qaratiladi. Endi bu mijoz uyi o'ziga qoldirish uchun albatta bank bilan kelishishi, bankdagi oldidagi o'zini qarzdorligini yopishi lozim bo'ladi. Shundagina faqat uni uyidan garovdan yechilishi mumkin. Go'zal opa, yana bitta savolda mana qarang, shu lavhada ko'ryapmiz. Deyarli 38 milliard miqdordagi mana masalan pul mablag'lari olinyapti-da bankdan-da. Shu olingan odamni mana masalan to'lov quvvatiga egami yoki yo'qmi, bank shuni oldin tekshirib ko'rmaydimi? Birinchidan. Ikkinchidan yana bitta narsaki, balkim mana masalan yuqorida ham shunaqa fikrlarga o'xshash mulohazalar bo'ldi. Balkim tanish bilishchilik qilib yoki balkim mana masalan bir yaqinroq odam deb ham shunaqa miqdorda kredit berib yuborishi mumkin. Bank xodimlari ham mana masalan bu jarayonda biror bir javobgarlikka tortiladimi? Har holda 38 milliard pul kichkina pul emas. To'g'ri savolingiz, amaliyotda bo'lib o'tadi, bo'lib o'tgan bunaqa holatlar. Birinchi o'rinda kredit berishdan oldin, ya'ni kredit chiqarishdan oldin bu pul mablag'lari bu davlat puli hisoblanadi. Buni shu kredit oluvchi shaxsni to'lov qobiliyati bor yo'qligi, masalan, mas'uliyat cheklangan jamiyatda olayotgan bo'lsa, uni shu qoplay oladimi keyinchalik buni yoki yo'qmi? Shu savol turishi kerak. Maqsadli ishlatadimi shu kreditni yoki maqsadsiz boshqa narsaga olyaptimi? Har taraflama o'rgangan holatda keyingina u kreditni chiqarish kerak. Endi tanish bilishchilik yoki qanaqadir boshqa asoslardan agar bank chiqargan bo'lsa, u o'zini noqonuniy harakati uchun javob beradi. Aynan bu lavhaga keladigan bo'lsak, bu haqiqatan ham o'rtog'i, og'aynisi, men o'zim to'lab beraman degan, MChJ rahbari san faqatgina uyini garovga qo'yib, mashqqa qo'l qo'yib bergan degan, uyinga ishlama qilmaydi deyilgan. O'rtog'ini gapiga ishongan holatda hozir sud majlisida bir necha bor chaqirishiga qaramasdan asosiy javobgar kelmadi. Vaholanki bu garovga qo'yuvchi shaxs, ya'ni uyi siz qo'yotgan shaxs, do'konsiz, o'sha shahobchasiz qo'yotgan shaxs yonib kuyib, shu men shunaqa dedim, ishongan edim do'stimga. Shu sababli meni daromadsiz qoldirmaylar deb sudga murojaat qildilar. Sudga biz tushuntirdik. Garov shartnoma tuzilayotganda fuqarolar aynan shu shartlarini birma-bir, bandlarini birma-bir o'qigan holatda, tanishgan holatda qanaqa majburiyat olishini bilib turib imzo qo'yadi. Go'zal opa, bitta narsada mana masalan avval shu bankdan ma'lum miqdorda mablag' olgan odam o'zini mol-mulkiga qaratilmaydimi? Agar masalan xohlagan odam kelmay qolsa, o'rtada turgan kafil odam har gal to'layveradimi shu narsani? Shunaqa bo'ladimi? Tartibi qanaqa? Mana masalan oldin masalan men shu miqdorda qarz oldim-da. Men kelmay qolsam, menga kafil bo'lgan odam to'lash kerak, to'g'rimi? Lekin birinchi navbatda mana masalan mening mol-mulkim yoki meni masalan biror bir narsamga qaratilmaydimi? Страховка degan narsa bor. Bank aynan kafilsiz yoki garovsiz kredit chiqarmaydi.
tushundimmi masalan? Shu sababli u kafil o'ziga imzo qo'yishidan oldin yoki garovga qo'yishidan oldin mol mulkini u oldin shu narsaga rozi bo'ladi. Yo'q, tushunarli, lekin mana masalan o'sha pul olgan odamni ham masalan anaqasida mol mulki bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Qaramog'ida mol mulki, boshqa narsasi bo'lishi mumkin. O'shani o'ziga qaratilmaydimi? Agar hech narsasi yo'q bo'lsa, keyin kafilga qaratilmaydimi? Shu ijro organlari ham shu narsaga e'tibor beradi. Birinchi uni mol mulki tekshiriladi, hisob raqami deb pullik tekshiriladi va solidar javobgar degani, demak, ham asosiy qarzdor, ham solidar javobgar, ya'ni kafil yoki garovga qo'yuvchidan undirishi kerak. Biz ko'rgan ishda, demak, o'sha asosiy javobgarda hech narsa bo'lmaganligi uchun kafilga qaratilgan. Bankrot pandemiya bo'lganligi sababli u to'lov qobiliyatini yo'qotgan, boshqa qilgan, biznesi rivojlanmagan, shu sababli ishi olinmagan. Yana bitta savol, mana bu yerda baribir masalan sud raislari, vakolatli odamlarimiz yig'ilishgan. Mana qarang, bitta savolda, mana masalan ko'pincha uy-joyini ta'mirlash, turar joy binolarini barpo etish uchun mana masalan shirkatlar tomonidan masalan kreditlar olinadi, to'g'rimi? Keyin ma'lum muddat o'tgandan keyin mana shu shirkatlar to'lov qobiliyatini yo'qotadi. Hali rus tilida kartotekada qo'yildi deyiladi. To'lov qobiliyatini yo'qotiladi. Lekin mana masalan doimiy ravishda shu kredit mablag'larini o'zini to'lovlarini to'lab yurgan aholi ham bor-da. To'g'rimi? Lekin hali shirkat kredit olgani yetmaganligi tufayli mana masalan bank undiruvga qaratadi, undirish kerak deydi, lekin shirkatda puli yo'q. Bunday holatlarda nima qilish kerak? Ayniqsa mahallalarda ham bu ko'p bo'ladi, menimcha. Endi hozir yuqoridagi holat bo'yicha uzr. Demak, bank kredit berayotganda kafil bo'layotgan shaxsga, uchinchi shaxsga har doim tushuntiradi. Qarang, agarda erta bir kuni bu o'sha asosiy kredit olayotgan shaxsni mulki bo'lmay qolsa, nobud bo'lgan bo'lsa, sizdan undiramiz deydi. O'shaning uchun hammasini u haligi kafil bo'layotgan shaxs uni biladi. Hozirgi sud qarorida ham demak javobgar shaxs deyilayotgani asosiy javobgar shaxs, kredit olgan shaxs. Uni mulki keyin kafil bo'lgan mulkka nazarda tutilyapti hozir. Agarda uni mulki bo'lmasa, asosiy javobgarni mulki bo'lmagandan keyin kafil bo'lgan shaxs mulkiga qaratilish masalasi ko'riladi. O'shaning uchun haligi o'zini haligi himoya qiladi bank, ya'ni erta bir kuni asosiy javobgarda mulki bo'lmasa. Endi bu yerda agarda jinoyat sohasi bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, bu asosiy maqsadga bog'liq. Agarda kredit olayotganda olayotganning o'zida qaytarib bermaslik, uni maqsadsiz foydalanish yoki bir boshqacha talon-taroj qilish holatlari mavjud bo'ladigan bo'lsa, albatta bu tegishli jinoyat ishi qo'zg'atiladi, javobgarlikka tortilish masalasi ko'riladi. Lekin o'ziga bog'liq bo'lmaydigan holat bo'lib qoladigan bo'lsa, mulki nobud bo'ladigan bo'lsa, mana karantin pandemiyasi yoki mulki shikastlanadigan bo'lsa, unda fuqarolik huquqiy munosabat yoki iqtisodiy yo'nalish bo'yicha Zafar aka, men boyagi savolimizga yana bir aniqlik kiritib ketaylik. Bizning vaqtimiz ham ziq, savollar ham ko'p. Umidsiz qarz degan termin bor, bilamiz, to'g'rimi? Umidsiz qarzlar bankda ishlaydiganlar, aynan shu bank sohasi bilan band bo'lgan mutaxassislar yaxshi bilishadi. Mana masalan, men yuqorida ham bekor keltirib o'tmadim. Ma'lum bir shirkat egasi katta miqdorda qarz oladi. Mana masalan 5 oy, 6 oydan keyin shu shirkat raisi ishdan ketadi, uniki boshqa shirkat raisi tayinlanadi. Keyin mana shu qarzdorlik undirilish uchun, qarzdorlik to'lamaganligi uchun bank mana masalan shu shirkat raisiga murojaat qiladi. Mana buncha qarzdorligingiz bor edi. Shirkat raisi kunlik to'lovlarni yoki oylik to'lovlarni ro'kach qiladida, bu qarzdorlikni bunchagacha qila olmayapmiz deydi. O'rtada mana masalan shu bank tomonidan shu berilgan pul mablag' nima desam ekan, to'lanmas holatlari ham bo'ladi. Masalan, jinoiy ishga oshirilishi mumkin, balkim fuqarolik ishlari ko'rib chiqish mumkin. Bunday holatlarda nima qilinadi? Juda o'rinli savol, Fazlin aka, mana shu savol. Bizda hozir mana tumanimiz Chilonzor tumanini oladigan bo'lsak, 137 ta uy-joy mulkdorlar shirkatining 2 milliard 940 million qarzdorligi bor bank oldidagi, to'lanmagan. Xuddi mana shu aynan siz aytayotgan masaladagi mana shu qarzdorlik. Endi bu uylarda, ko'p qavatli uylarda yashaydiganlarning o'z vaqtida siz aytgandek o'z vaqtida to'lab boradiganlari bor. To'lamasdan, doimiy to'lamasdan yuradiganlari bor. Endi mana hozir soddalashtirilgan tartiblari qonunga kiritilgan, mana sud buyrug'i degan narsa bor. Fuqarolik sudi buni to'liqroq tushuntirib berishi mumkin. Fuqarolik sudi, hurmatli sudyamiz.
sud buyrug'i asosida o'sha aynan to'lamasdan yurgan fuqarolardan undirib, uni kredit yopish choralari shirkat tomonidan birinchidan ko'rilishi kerak. Siz keltirayotgan misollar albatta bor. Biz o'zimiz ham bu yilda ikkita shirkat rahbariga nisbatan xuddi shunaqa holat bo'yicha jinoyat ishlarini qo'zg'atdik. Bunaqa holatlar albatta praktikada uchrab turibdi, bor holat. Ochiq javobdan qoniqmadim. Demak, savollarga o'tamiz. Nurafshon shahridan Akmal Shuhrat savol yo'llayaptilar. Kredit foizlariga qaysi asoslarga ko'ra belgilanadi? Imtiyozli va oddiy kreditlar foizlari o'rtasida farq nima uchun bunchalik katta? Kim javob beradi? Javob beradiganlar bormi? Endi buni asosan bank vakili to'liq ma'lumot berishi mumkin-ku, lekin aytib o'tmoqchimanki, stavka refinansирования degan narsa bor. Eng kam hozir menimcha 16%. O'shandan kam bo'lmasligi kerak foizlar. Qibriy tumanidan Sayfillayev ixtiyor savol yo'llayaptilar. Tadbirkorlik uchun kredit olmoqchi edim. Kredit olishga barcha hujjatlarni tayyorlab olib bordim. Menga yaqinlarimdan kafil bo'lishiga hech kim topilmadi. Biroq kredit olishim kerak. Qanday holatlarda kafilsiz kredit beriladi? Mikroqarz, mikrokreditlar kafilsiz beriladi. O'zini mol mulkiga qaratiladi. Hozir onlayn rejim. Mana shu savolni ko'proq bank xodimlariga qaratilgan bo'lsa kerak. Hop, 2019-yilda korxonadan uy uchun boshlang'ich maqsadli kredit bergan va birinchi to'lovlarni to'lab bergan. Hozir ish joyimni o'zgartirdim. 2 oy bo'ldi. Oylik olmayapman. Ayolim nomiga o'tkazib qo'ydim. Biroq uni maoshi ham kredit uchun yetmayapti. Nima qilsam bo'ladi debdi. Demak, bular ish olayotgan ishxonalar boshida boshlang'ich pulni to'lab berganlar, lekin hozir to'lash quvvatiga ega emaslar. Nima qilsalar bo'ladi? Bularga qanaqa mana masalan tavsiya bersanglar bo'ladi. Nima qilishlari mumkin? Hozir ayollari to'layaptilar, lekin shu to'layotgan mablag'lari yetarli emas ekan. Balkim bank, tijorat banki bilan muzokaraga borib, qanaqadir qo'shimcha kelishuv imzolash kerak shartnomaga, shu grafik pogasheniyaga tegishli o'zgartirish kiritib, shu oyliklarga mutanosib ravishda qo'shimcha o'zgartirish kiritish maqsadga muvofiq o'ylayman. Olmazor tumanidan Ziyo Mahmudov savol yo'llayaptilar. Kredit to'lovlarini undirish bank xodimlari zimmasiga yuklanishi qay darajada to'g'ri deyaptilar. Shunga qo'shimcha savol ham bor. Kim javob berishi mumkin? Har bitta bankda menimcha yuridik bo'lim bor. Bu bevosita mutaxassislar shug'ullanmaydi-ku, kredit bo'limida yuristlari bor. O'zini butun boshli bo'lim ishlaydi bu undiruv masalasi yuzasidan. Aynan mutaxassislar emas, o'tirgan inspektor shug'ullanmaydi. Bevosita bu yuklama o'sha yuridik bo'limi xodimlariga yuklatilgan. Yuristlar shug'ullanadi, yuristlar da'vo ariza kiritadi. Ko'plar hozir Savdo-sanoat palatasiga a'zo bo'lgan, ko'p banklar Savdo-sanoat palatasiga a'zo bo'lgandan keyin ular davlat boji to'lashdan da'vo ariza kiritishda ozod qilingan. Faqat pochta xarajatlari to'langan holatda da'vo ariza sudga kiritiladi. Yana bir savol, mana masalan ko'pincha shu bank xodimlari tomonidan shunaqa narsani eshitib qolamiz. Mana masalan oy yakunlanayotgan paytda uyma-uy yurib, shu qarzdorlikni undirishga harakat qilamiz. Masalan, kredit to'lovlarini undirishga ayrim mijozlarimiz mana masalan to'lashmaydi deb qoladilar. O'zi mana masalan shu uzatilaka bank xodimlari uyma-uy yurib undirishi to'g'rimi o'zi? Aslida bank bilan mijoz o'rtasida shartnoma tuzilgandan keyin, kredit yo'naltirilgandan keyin undan maqsadli foydalanilayotganligini bank doimiy ravishda monitoring qilib borishi shart. U maqsadli foydalandimi yoki maqsadsiz foydalandimi? Ko'pchilik holatlarda bilamiz, mana uskunalar sotib olinadi kreditga, keyinchalik uskunalar sotib yuboriladi yoki yo'q qilinadi. Shularni doimiy haqiqatda faoliyat olib borilayotgan yoki olib borilmayotgani joyida turganligi, turmaganligi to'g'risida bank monitoring olib borish shart. Endi albatta undiruvchi bank bo'lganligi sababli o'z vaqtidan kechiktirmasdan to'lash to'g'risida ogohlantirib borish ham qarzdorni bankning vazifasiga to'g'ridan to'g'ri kiradi. Agar o'z vaqtida to'lamagan taqdirda unga qo'yilgan zalog o'sha garov agar to'lig'icha yetarli bank undirish bo'lmasa, unda sudga murojaat qilib, undan undirib berish choralarini ko'rib, sudda chiqarilgan qaroriga asosan ijroga tushiriladi. Mana majburiy ijro byurosi tomonidan undiruv harakatlari amalga oshiriladi.
qo'shimcha qilib o'tmoqchi edim. Fuqarolik protsessual kodeksida yana bir shunaqa bir modda borki, sudgacha nizoni hal qilish tartibi, ya'ni mediatsiya. Mediatsiya degani bu kelishuv tarafi chaqiradi, kelishuv nimaga to'lov shart-sharoitlarni o'rgangan holatda boya aytilgandek, balki qo'shimcha shartnoma, qanaqadir imtiyozlar berilish masalalari ko'rib chiqilgandan keyingina, agar shunda ham qarzdorlik undirilmasa, keyingina o'sha sudga murojaat qilinadi. Ya'ni tartib qarzdorlik undirish masalasi ko'rib chiqilishi shart. Endi muxlislardan kelayotgan savollari mana masalan nechog'li aynan sizlarga kasbiyligi to'g'ri keladi, nechog'li to'g'ri kelmaydi bilmayman, lekin kuzatib borishayotgani uchun mana masalan aynan shu mavzular uchun qiziq tuyulgani uchun ham savol yo'llashyapti. Sergeli tumanidan Alimov Muhammad Azim savol yo'llayaptilar. Men anchadan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelaman. Bir bankdan kredit olganman, ishchi o'rinlarini yanada ko'paytirish uchun. Endi boshqa bankdan kredit olmoqchiman. Shunday qilsam bo'ladimi deb savol yo'llabdilar. Nima deb o'ylaysizlar? Mana masalan qonunchilikda shu narsa mumkinmi, mumkin emasmi? Yo bu faqat bank sohasidagi mutaxassislarga qaratilganmi? Tavsiyalar ham berish mumkinmi? Endi tavsiyaviy xarakterda javob berishga harakat qilamiz. Bu savolga avvalambor tadbirkorlik faoliyati o'zi bu xavf risk tavakkalchilik asosida qilinadi. Agarda u kredit olgan bo'lsa, bank muassasasiga qo'shimcha kreditga murojaat qilsa, albatta bank muassasasi uni kredit tarixini tekshiradi. Kredit tarixini tekshirganda avvalambor shu oldingi yoki tekushi, hozirgi qanaqadir nepogashini, ya'ni to'lanmagan kreditlari bo'lsa, bankni siyosatida o'zi politikasida ko'rib chiqadi. Haqiqatan shuni to'lov qobiliyati bormi qo'shimcha kredit olishga? Agar to'lov qobiliyati bo'lsa, ya'ni qo'shimcha kafillik yoki garovga qanaqadir mol mulklari bo'lsa, to есть shu bankskiy riskni nima qiladigan bo'lsa, qoplasa, unda menimcha nima qilinishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ba'zida ikkinchi kreditni olish qonun bilan taqiqlanmagan. Hozir ta'kidlab o'tganlaridek har bitta bankda o'zining kredit siyosati bor. O'sha kredit siyosatiga mos kelsa, agar garov ta'minoti bilan o'sha kredit oluvchi ta'minlab olsa, olishi mumkin. Yaxshi qo'shimchalar yo'q. Hozir bizda qisqa reklama bor, keyin suhbatimizni yana davom ettiramiz. Marhamat. Rahmat. Demak, yana bir savol keldi. Qashqadaryo viloyatidan kredit olgan bo'lsa, chet elga chiqishi mumkinmi deb savol yo'llabdilar. Yana kafilsiz qancha summada kredit olish mumkin? Mana masalan hozirgi kunda banklar tomonidan kafilsiz ham kreditlar berilyapti, to'g'rimi? Mana masalan agar shu bo'yicha ma'lumotga ega bo'lsangiz javob berishingiz mumkin. Marhamat. Chet elga chiqish tartibi faqatgina tegishli qonunlarga asosan, agarda sudda qarori bo'ladigan bo'lsa, yoki sud ijrochisining o'zining tegishli tartibda chiqargan qarori bo'lsa, albatta taqiq qo'yilgan bo'lsa, u narsa chiqmasligi mumkin, chiqish. Lekin bankka foizsiz kredit berish masalasi miqdori mumkin-ku, lekin qanchaligi o'sha gap aytganda. Ba'ziligi agar qarzdor kredit olgan mavjud bo'lgan qarzdor agar kreditini o'z vaqtida to'lab borayotgan bo'lsa, unga hech qanaqa chet elga chiqishiga taqiq qo'yilmaydi. U chet elga chiqishi mumkin. Faqat to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirib yurgan bo'lsa. To'lov o'z vaqtida amalga oshirilmagan bo'lsa, majburiy ijro byurosida unga nisbatan majburiy undiruv bo'lsa, u qarzini to'lamagan bo'lsa, majburiy ijro tomonidan uni chet elga chiqishiga taqiq qo'yiladigan holatlar ham bo'ladi qonunchilikda. Rahmat. Demak, yana mavzuga qaytamiz. Men tomoshabinlarimizga aytib qo'ymoqchimanki, bugungi studiyamizda qatnashayotganlar bevosita masalan bank mutaxassislari emas, masalan o'zlarining yo'nalishlari bo'yicha kerakli ma'lumotni beradilar. Aynan shu sud, prokuratura, ichki ishlar yo'nalishlari bo'yicha. Shuning uchun men savol yo'llayotganda aynan shu soha yo'nalishi bo'yicha savol yo'llashinglarni so'rab qolardim. Demak, boyagi mavzuga yana qaytamiz. Biz boya bir lavhalarni sharhlab borib, mana masalan shu lavhalarning so'ngidagi ayrim bir epizodlari qolib ketuvdi. 3-lavhaga mana masalan sud jarayonini ko'rdik. Mana masalan pensiyasini kamaytirib berishni so'rayaptilar. To'g'rimi? Mana masalan aynan pandemiya sabab juda ko'p mana masalan bankdan kredit olgan fuqarolar orasida qarzdorlikni yopish bo'yicha muammolar vujudga keldi, to'g'rimi?
mana shu pensiyasini kamaytirib berish bo'yicha shu murojaat qilganda fuqarolarga qanaqandir bir yengillik beriladimi? Mana masalan shu sharoit, oilaviy vaziyat inobatga olinadimi? Albatta, hukumatimiz, davlatimiz rahbari tomonidan pandemiya sharoitida karantin choralari tatbiq qilinishi munosabati bilan bir qator qaror farmonlar qabul qilingan. Jumladan shu qaror farmonlar asosida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2020 yil 28 apreldagi 8 sonli plenum qarori ham qabul qilingan. Buning asosida mana pandemiya sharoitida shu tadbirkorlik subyektlari moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan holda shu to'lovlarni kechiktirish yoki penya miqdorini kamaytirish masalalari ham aks etgan. Bundan tashqari qonun hujjatlarida ham bu masala bayon etilgan bo'lib, mana lavhada ko'rganimizdek, ko'p tadbirkorlik subyektlari shu pandemiya davrida bank oldidagi kredit qarzini to'lanmaganligi sababli penya miqdorini kamaytirib berish holatlarimiz uchraydi bizda amaliyotda. Jumladan bunda biz avvalambor shu qarzdorning mulkiy ahvolini ko'ramiz, uning shu majburiyatlarini qay darajada bajarilganligi va albatta shu da'vogarni penya miqdorini kamaytirish bo'yicha qandaydir o'zini fikr mulohazalari tinglanadi va sud shundan kelib chiqib shu penya miqdorini kamaytirishga haqli. Munira opa, masalan Ikrom aka, aynan shu mahallalarda ham aynan shu bo'yicha muammolar masalan ko'zga tashlanadimi? Shu bo'yicha muammolar ham vujudga keladimi? Masalan aynan shu qarzdorlikni to'lolmay mana masalan qiynalib qolgan oilalar bo'ladi, to'g'rimi Ikrom aka? Mana masalan o'rganishlar jarayonida xuddi shunaqa oilalarga biror bir amaliy yordam ko'rsatiladi. Misollar tariqasida aytib bera olasizlarmi? Mana masalan tumanda nechta shunaqa oilaga amaliy yordam ko'rsatildi? Kimgadir masalan qarzi to'lab berildimi yoki qanaqadir muddat berildimi, yengillik berildimi? Bormi shu jonli misolida ko'ra olamizmi? Haqiqatan mana pandemiya davrida oilalarga juda ham ko'plab oilalar o'zini daromadini yo'qotish holatlari bo'ldi. Bunda haqiqatan ham o'sha ayrim kredit masalasida ham muammolar mavjud bo'ldi. Bunda tuman hokimligi tomonidan saxovat ko'mak yordami bo'yicha yana ko'plab ishlar olib borildi. Ayniqsa mahallani o'zida o'sha mahallada homiylar jalb qilingan holda ko'plab o'sha ehtiyojmand oilalarga kredit to'lash masalasida hamda boshqa o'sha ijtimoiy sohalarda amaliy yordamlar, moddiy yordamlar ko'rsatildi. Vaqtimiz juda ham ziq qolyapti, lekin savollar ko'p. Olmaliq shahridan savol yo'llayaptilar. Norqulov Eldorjon aka, nogironlar ham kredit olsa bo'ladimi? Kredit olsa ularga qanaqadir bir imtiyozlar ham beriladimi? Xabaringlar bormi shu narsadan deb so'rabdilar. Fazl aka, hozir mana temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari har bir mahalla tomonidan yuritilyapti, har bir sektor tomonidan yuritilyapti, uyma-uy yurib bunaqalar aniqlanyapti. Bu fuqaromiz haqiqatdan nogiron bo'lsa, o'sha o'zini yashayotgan mahallasida temir daftarga yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj sifatida kiritilgan bo'lishi kerak. Mana ijtimoiy himoyaga muhtoj temir daftarga kiritilganlarga davlatimiz rahbari tomonidan imtiyozlar yaratib berilgan. 30 million so'mgacha bo'lgan kredit hech qanaqa garovsiz beriladi. 200 milliongacha bo'lgan kredit garov bilan yoki imtiyozli berilishi mumkin. Shundan fuqaromiz foydalansalar bo'ladi albatta. Rahmat, hurmatli studiyamiz ishtirokchilari, bizga ajratilgan vaqt nihoyalab bormoqda. Bugungi ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizda mavzu yuzasidan biror bir fikr, mulohazalar bo'ladigan bo'lsa, ekranlarda namoyish etilayotgan elektron manzilimizga yuborishingiz mumkin. Ko'rsatuvimizni navbatdagi sonida Toshkent shahar Bektemir tumani sud raislari, prokuror, ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshliqlari hamda Bektemir tumani oila va mahallani qo'llab-quvvatlash bo'limi mas'ullarini taklif etamiz. Yana bir bora sizlar bilan ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.